Joriy yilning 18-24 may kunlari poytaxtimizda aralash jang san'ati bo'yicha Osiyo chempionati bo'lib o'tadi. Mazkur nufuzli musobaqa oldidan O'zbekiston aralash jang san'ati assotsiatsiyasi tomonidan Ichki ishlar vazirligi hamda Sport vazirligi bilan hamkorlikda rasmiy matbuot anjumani tashkil etildi. Chempionat Olimpiya shaharchasida o'tkazilishi rejalashtirilgan bo'lib, unda 2-yoshlar o'rtasidagi hamda 4-kattalar o'rtasidagi Osiyo chempionatlari tashkil etiladi. Musobaqada 20 dan ortiq davlat sportchilari ishtirok etishi kutilmoqda. Mazkur tadbirda Osiyo chempionatini yuqori saviyada tashkil etish va unga tayyorgarlik jarayonlari rejalashtirildi hamda mamlakatimizda ushbu sport turi bo'yicha erishilayotgan yutuqlar, shuningdek, xalqaro maydondagi ustuvor maqsad va rejalari muhokama qilindi. Matbuot anjumani davomida O'zbekiston terma jamoasi rasman tanishtirildi hamda sportchilarning Osiyo chempionatiga tayyorgarlik jarayoni haqida batafsil ma'lumot berildi. Shuningdek, yuqori natijalarga erishgan sportchilarga sport ustasi unvoni topshirilib, ular pul mukofotlari bilan taqdirlandi. Uchrashuv ommaviy axborot vositalari vakillari, sport federatsiyalari, hamkor tashkilotlar hamda sport jamoatchiligi uchun ochiq muloqot maydoniga aylandi. Bunday anjumanlar sportchilarni rag'batlantirish, ularni yanada yuksak natijalarga erishishga undashda muhim ahamiyat kasb etadi.